Yamaga tushib, diska balonimni yirtib sindirganim asorati. Hozir men evakuatorda mashinamni shtrafni ustankiga olib ketyapman. O'tdi, men mashinamni yetgan zarariga atsenka qildiraman. Taxminan $600 zarar bo'lgan bo'lsa, ular hamma ma'lumot arizasi yozib olinib, sudga jo'natiladi. Sudda uje menga faqatgina zarar emas, balki moralniy ущербni ham qoplab berish kerak ekan. Bu ketqizilayotgan vaqtda mana taksiga pul ketqizolman, masalan, bir kunning ichida necha pul topsam bo'lardi. Shunga o'xshash narsalarni hammasini arizada yozib bersa, ketqizilayotgan pul, evakuator, atsenka, shtrafstanka hamma xarajatlarni qoplab berishar ekan. Men shuni protsessini keyingi videolarda qo'yib boraman. Men bu videoni o'zi nima yo'qman? Sababi men shu yamalarga juda ko'p tushganman. Har safar o'zim to'g'irlab kelganman. Bu safar tushib, to'g'risi achindim. Uje nechinchi marta to'g'irlayapman, necha marta uje balonlar olganman, diskalarimni alishtirganman. Shuni hisobiga bu yoqqa uje oxirigacha boraman. Mana shu yo'limizni kim ta'minlayotgan bo'lsa, shulardan pulni undirib olmoqchiman. Yo'lni bilmadim, hamma yoq yama bo'lib yotibdi. Shuning uchun kim shunaqa vaziyatga keyinchalik tushsa, shu video foydali bo'lib qolishi mumkin. Keyingi videolarda qo'yib boraman. Salomat bo'linglar.